Hasan aka sochni nima qilamiz aka? Sochchi siyrak joylarini to'g'rilaymiz, imijni o'zgartirasiz. Keyin sizga bitta yangilik bor. Qanaqa yangilik aka? Xudo xolasa, yo tog'a, yo amaki bo'lasizlar. Gap yo'q aka, eson-omon qutib olinglar. Alloh berdi. Alloh xayrli qilsin. Bo'ldi aka, unaqada aka yoshartiramiz sizni. Inshaalloh bir o'zi hech kim sizga 55-60 yosh bermaydi. Bir 50 yoshlar, 45-50 yoshga o'xshaysiz. Undan ham yoshartirishga harakat qilaman. To'kilgan joylarni ham yopib beraman, bilintirmaydigan qilib. Oldalarini ham to'g'rilaymiz, siyrakliklarini. Yollarni kalta qilib beraman. Yoshlarni imijidan qilamiz bugun. Xudo xolasa 15-20 yoshga yosharib ketasiz. Xudo xolasa agar sizga yoqsa, ertaga eson-omon qutulib olsanglar, inshaalloh. Raddonga ham o'sha soch chiqib beraman. Xudo xolasa xizmatda bo'lasiz. Rahmat. O'zgarishga tayyor bo'lsangiz boshlayman aka. Tayyormiz. Qalay bo'ldi Hasan aka? Rahmat, qo'lingizlar dard ko'rmasin. Chiroyli imijlarni o'zgartirib, chiroyli qilib berdinglar. Siyraklar qalay yopilgani? Yopilgani yaxshi. Dilmurodjon, shu sochni doimiy saqlab qolish uchun yana nimalar qilish kerak, nimalarni tavsiya qilasiz? To'kilmaslik uchun. To'kilmaslik uchun. Shampun bor aka. Salem firmasini mana Biokere shampunlarimiz bor. Shundan ishlatib ko'ring. Bugun berib yuboraman sizga. Xo'p. Bir haftada xudo xolasa rezultati bilinadi sizga. To'kilishdan qoladi, lekin o'stirib yubormaydi. Bunga qo'shib yana dorisi ham bor, xohlasangiz u dorisini ham qilib beraman. Ikkalovini parallel ishlatsangiz, xudo xolasa ancha sochingizga o'xot bo'ladi aka. Rahmat. Yaxshiliklarga o'rishinglar aka. Rahmat.